Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli Kattaqo'rg'onliklar. Climate Center Samarqand bugun Kattaqo'rg'on shahriga yetib keldi. Bugun Chartak Fidaneni filiali Kattaqo'rg'onga ochildi, bitta go'sht markaz. Bu yerga bizlar minusavoy 20 tonnalik -20 gradusli muzlatgich ombor qilib berdik. Video davomiga qon ishlarimizni qilib o'tamiz. Videoning oxiriga qancha mana shu yerga sarmoya ketdi, hammasini aytib o'tamiz. Hurmatli mijozlarimiz, mana shu 20 tonnalik muzlatgich omborimizga biz 8 HP li muzlatgich sovutgichisini, ya'ni agregatini o'rnatib berdik. Buni kondensatorini 4 parrakli qildik, chunki mana bu Kattaqo'rg'on, Navoiy tomonlar juda issiq o'lka bo'ladi. Shuning uchun radiatorni katta qilib FN 100 talik bilan o'rnatib berdik. 8 HP li BR kompaniyasini kompressori, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bizlar buni Burgut deb ataymiz nomini. Mana hozir ichkariga xolodilnikni, senish panellar, eshiklar qanday o'rnatgan hammasini tushuntirib beraman. Marhamat kelinglar. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerga biz penopoliuretan xolodilnik senish panellaridan ishlov berganmiz, ya'ni o'rnatib berganmiz, chunki minusavoy xolodilnik omborlariga ko'p kishi penopolistirol qo'yadi. Bizlar yo'q, bizlar penopoliuretan qo'yamiz. Sababi bu sovuqlikni chiroyli o'zining normasiga ushlab beradi. Bu yerga biz mana eshik suriladigan Buru Saksonga 220 zavodskoy Xitoy eshigi, buni ham bizlar o'zimiz import qilamiz Xitoydan. Mana ochilishlari yengil, qattiq emas, mana akkuratni. Mana bunaqa fen qo'yib berganmiz. Bu ochilsa agar fen ishlaydi, ichkaridagi havo chiqishini oldini oladi, tashqaridagi havo kirishini oldini oladi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Mana ishlashi, yurishi, eshiklarimiz zo'r. Xitoy eshigi. Mana bu yerga bizlar ichkariga minusavoy испаритель, ya'ni turbo variantdagi испаритель deymiz. Ventilyatori turbo, chunki sovuq berishini tezligini oshiradigan ventilyatordan o'rnatib berganmiz. Mana go'shtlari xudo xolasa zo'r turibdi. Hozir akamizdan ham intervyu olamiz. Go'shtlari chotki turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ovozlari ham chiqadi. Mana bu yer hozir juda sovuq, -10-15 gradusga turibdi. Endi sizlar azlarimiz uchun mana bu yerga o'tirib, sovuqga sizlar uchun vizualizatsiya qilib beryapmiz. Mana go'shtlari ham akkuratni turibdi. Zakonni 20 tonna, 18 tonna go'sht mahsulotlariga sig'imga ega xolodilnik ombor. Bizlar даже yana poluni ham senish panellaridan qilib berganmiz, chunki ko'p kishi bu narsani qilmaydi, lekin buni effekti zo'r. Chunki sovuqlikni vakuum qilib ushlab beradi. Mana senish panellar sariq bo'ldi. Hamma kutgan narxini hozir aytib o'tamiz. Bu yerga olib kelib, o'rnatib berish, panel terish, agregatni montaj qilish, kafolat berish, hammasi общий 125 million sarmoya ketdi. Misol uchun buzilib qolsa agregatlarimiz yoki va hokazo tekinga kelib servis xizmat o'tkazib beramiz. Mana shunaqa go'sht bilan tijorat qiladigan biznesmen akalarim, sizga ham mana shunaqa sifatli muzlatgich omborlari kerak bo'lsa agar Climate Center Samarqandga bemalol buyurtma beraveringlar. Xudo xolasa ishlaringizni sifat qilib, chiroyli patkuj yasab beramiz. O'zbekistonning istalgan hududlariga borib, mana shunaqa xolodilnik omborlarni patkuj topshirib beramiz. Murojaat uchun telefon qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Climate Center Samarqand sizlar bilan.